Yunusobodning yaxshi lokatsiyasidan kvartira qidirganlar uchun joylashuv bitta ko'riladi. Ahmad Donish sentralniy ko'chasi, chap tarafdan Mega Planetga borsak bo'ladi. Bunaqasiga Korzinkani ko'rishimiz mumkin, ya'ni Pitushok Korzinka. Bunaqasiga 100 metr masofada Turkiston metrosi joylashgan. Xullas, lokatsiya vashti zo'r. Mana shu yo'ldan ikkinchi liniyada joylashgan va mana shu 9 etajli kamizani ikkinchi etajidan maydoni 58 kvadrat bo'lgan frantsuzskiy planirovkadagi uyimizda sotuvga qo'yilgan. Narxi $62.500, xolasanglar arendatorlari ham bor. Hozir ichkaridan ko'rsatib beraman. Uyimizga kirib keladigan bo'lsak, mana shunaqa holni ko'ramiz. Chap tarafdan boshlaydigan bo'lsak, zal, mehmonxona joylashgan. Fransuz planirovkaning eng zo'r tarafi mana shu zali katta 5x6 razmerda bo'ladi. Dal yuradigan bo'lsak, to'g'rida hojatxonani ko'rishimiz mumkin. Santexnikalar hammasini alishtirib qo'yganmiz deyishyapti. Bu tarafda bizda kuxna joylashgan bo'ladi. Kuxna mebellar, xolasanglar arendatorlari bor, ular davom etishadi. Bu yerda bo'lsa, vannani ko'rishimiz mumkin. Va oxirgi xonamiz yotoqxonaga mo'ljallangan. Mana devori polnisi uteblit qo'yganmiz deyishyapti. Ko'rib turganlaringizdek, kvartiramiz o'rtacha holatda. Xolasanglar arendator davom etadi, xolasanglar o'zingizlar noldan remont qilsanglar juda ham chiroyli planirovkada chiqadi. Mana shu ikkinchi etajda joylashgan edi. Ikkinchi etaj vtorichka uylarda eng qimmat etaj hisoblanadi. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz. Narxini eslataman, $62.500. Hali kelishiladigan joyi bor. O'zingizlar bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi. Yunusobodning yaxshi lokatsiyasidan kvartira qidirganlar uchun joylashuv bitta ko'riladi. Ahmad Donish sentralniy ko'chasi, chap tarafdan Mega Planetga borsak bo'ladi. Bunaqasiga Korzinkani ko'rishimiz mumkin, ya'ni Pitushok Korzinka. Bunaqasiga 100 metr masofada Turkiston metrosi joylashgan. Xullas, lokatsiya vashti zo'r. Mana shu yo'ldan ikkinchi liniyada joylashgan va mana shu 9 etajli kamizani ikkinchi etajidan maydoni 58 kvadrat bo'lgan frantsuzskiy planirovkadagi uyimizda sotuvga qo'yilgan. Narxi $62.500, xolasanglar arendatorlari ham bor. Hozir ichkaridan ko'rsatib beraman. Uyimizga kirib keladigan bo'lsak, mana shunaqa holni ko'ramiz. Chap tarafdan boshlaydigan bo'lsak, zal, mehmonxona joylashgan. Fransuz planirovkaning eng zo'r tarafi mana shu zali katta 5x6 razmerda bo'ladi. Dal yuradigan bo'lsak, to'g'rida hojatxonani ko'rishimiz mumkin. Santexnikalar hammasini alishtirib qo'yganmiz deyishyapti. Bu tarafda bizda kuxna joylashgan bo'ladi. Kuxna mebellar, xolasanglar arendatorlari bor, ular davom etishadi. Bu yerda bo'lsa, vannani ko'rishimiz mumkin. Va oxirgi xonamiz yotoqxonaga mo'ljallangan. Mana devori polnisi uteblit qo'yganmiz deyishyapti. Ko'rib turganlaringizdek, kvartiramiz o'rtacha holatda. Xolasanglar arendator davom etadi, xolasanglar o'zingizlar noldan remont qilsanglar juda ham chiroyli planirovkada chiqadi. Mana shu ikkinchi etajda joylashgan edi. Ikkinchi etaj vtorichka uylarda eng qimmat etaj hisoblanadi. Pastda mana shu joygalar nomerini qoldiramiz. Narxini eslataman, $62.500. Hali kelishiladigan joyi bor. O'zingizlar bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi. Yunusobodning yaxshi lokatsiyasidan kvartira qidirganlar uchun joylashuv bitta ko'riladi. Ahmad Donish sentralniy ko'chasi, chap tarafdan Mega Planetga borsak bo'ladi. Bunaqasiga Korzinkani ko'rishimiz mumkin.